Hammaga salom. Bugun biz Davud 1820 bilan 6 marta Shalkar yashiramiz. Qani bo'lmasa ketdik. Ekranda ularning kanallari bo'ladi. Obuna va like bosib, ularning kanallariga ham o'ta olasizlar. Qani unda go birinchi Shalkarimizni yashirib, keyin ekranga koordinatasini chiqarib qo'yaman. Mana bu ikkinchi Shalkarimiz va yana ekranga koordinatasini chiqarib qo'yaman. Qani go. Mana bunisi uchinchi Shalkar yashiramiz va ekraniga yana koordinata chiqarib kelaverasizlar mana shu koordinataga. Mana 4-chi Shalkar yashiryapti va ekranga koordinatasini chiqarib qo'yaman yana. Mana 5-chi Shalkar yashiryapti va yana ekranga koordinatasini chiqarib qo'yaman. Kelasizlar va olib ketasizlar Shalkarni. Mana biz imperator kitini yashiryaptik. Videoda 6-chi Shalkar bu. Keyin ekranga yana koordinata chiqazaman, kelasizlar. Obuna va like bosish esdan chiqmasin. Mana shu videomiz tugadi. Hammaga xayr.